niyatida sodiq ekanligini isbotlash kerak bo'ladi. Ustiga kelgan sinovlar, imtihonlar, mashaqqatlarda niyati yetishlik uchun uni to'sayotgan qanaqa bir to'siqlar bor, aqobatlar bor. Shularni bosib o'tishligi kerak bo'ladi. Nima uchun bunday sinovlar keladi? Bandani sodiq ekanligini Alloh taolo sinash uchun, dalillash uchun. Masalan, bir odam yerni qazib, quduq qilib yerdan suv chiqarmoqchi. 5 metr kavladi, yo'q. 10 metr kavladi, yo'q. 30 metr kavladi, yo'q. 100 metr kavladi. Ya'ni to'xtab qolmadi. Demak, suv chiqaraman degan niyatida sodiq ekan. Alloh bunaqa bandaga beradi so'raganini. Endi yana bitta odam bor, u ham yerni kavlab suv chiqarmoqchi bo'lyapti. 3 metr, 5 metr, 10 metr kavlaydi. Suv chiqmadimi? Tamom, ish to'xtatib qo'yadi. Demak, bu odam niyati